Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizga kuzatib o'tirgan do'stlar, sizlarga bir ko'chmas mulkni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa. Tak, vokzalning yonida, ya'ni manejanimizda 94 kvadratda chiroyli 3 kanal kvartirasida tanishtirib o'tsak, yurtdoshlar ko'rib turganingizdek, yana har bir narsasini e'tibor etamiz. Har bir narsasilarni e'tibor etib, vнимательный o'tirmasdan ko'ringlar. Joyimizga like podpisatsiya so'rab qolamiz. Shu joyimiz voshchi gap yo'q. Bu yerimiz samozel hojatxonamiz. Devorlarimizni, kafelarni e'tibor etamiz. Voshchi chiroyli, har bir narsasi chiroyli, firminni hamma narsasi sifatli narsalardan qo'yilgan. Yurtdoshlar deyin, joyimiz voshchi gap bo'lishi mumkin emas. Hatto hamma narsasi zo'r iblonom, masalan, massazat do'xilidan olib qo'yilgan. Yurtdoshlar deyin, yurtdoshlar, vonnamiz. Bergandan umonliklarimiz ham chiroylilaridan qo'yilgan. Chiroyli har bir yerida oynalar. Deraganni dedilar, stenni, nima deydi, zerkalni deb aytiladi. Girgandan erkamiz ham chiroyli qilib o'tilgan ekan. Erkalarimiz ham chiroyli. Bellarimiz to'pli pol ekan. Ayollarimiz uchun oshxonamizga kirib ko'rsak, oshxonamiz ham chiroyli qilib mebellarimiz ham deraganni mebellardan chiroyli qilib o'tilgan ekan. Aziz yurtdoshlar, har bir narsasini e'tibor etamiz. Bu yerimizda quyma bo'ladi ekan. Quymosi ham ajoyib ekan. Quyma ustunda ko'p odamlar taxtadan qo'yiladi. Hozir bu quyma xil ekan. Bellarimiz ham ko'pli pol. Bu yerimizda mehmonxonamiz. Endi 94 kvadratda bir hovli joydan bo'ladi bu joyimiz. Berimiz mehmonxonamiz. Har bir yerini e'tibor etamiz. Patologlarimiz ham e'tibor etamiz. Yana ko'rib pastlarimiz laminat to'shalib turibdi. Bellarimiz to'pli pol. Tak, bu yonimizda mehmonxonamiz. Endi yana bir yurtdoshlar joyimiz oshi gap bo'lishi mumkin emas. Shunday joy hammamizga nasib qilaversin. Allohning nazari bilan. Yanımızda spannisi. Şunun joylar hammaga nasib qilaversin. 2025-yilda yetmay, 2026-yilda shunday joylar hammaga nasib qilaversin. Yurtdoshlarimiz spannilarimiz ham ramka atib, televizor qo'yadigan pastapchalar ham televizor qo'yadigan devorlar pastapcha atib chiroyli qilib o'tib turibdi bellarimiz ham. Har bir yerni e'tibor etib, har bir yerlari devorlarimiz ham hatto shumazalassa qilib, shumka qilib gipsokordondan chiroyli qilib yasab qo'ydilar joyimizni. Joyimiz chiroyli lekin. Narx ekranda yozib turadi, bemalol telefon rangda 94 kvadrat, 3-qavatda, 2-qavatda.